Urgut tumanida joylashgan o'sha hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng muhokamalarga sabab bo'layotgan binoni oldiga kelganmiz. Bu bino juda ko'pchilik tarixiy obida, tarixiy qanaqadir narsaga ega deyishyapti, lekin hozir buni shu mahalliy aholining o'zidan fikrlarini bilamiz va o'zlaring eshitasizlar. Assalomu alaykum. Mana shu binoning buzilgani haqida fikringiz qanaqa? Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Biladi, buzilish kerak bo'lsa buziladi. Shaxsiy fikringiz? Yaxshi bo'ldi, begor rasmi bo'layotdi. 30 yildan boshlab xarob bo'lyapti, endi obod bo'lib yaxshi bo'ladi endi. Yo, nima deymiz? Obod bo'lsa yaxshi bo'lsa kerak deb bilmasam endi. Mana shu binoni buzilganiga fikringiz qanaqa? Haqiqatan ham shu tarixiy ahamiyatga egami, tarixiy binomi? Tarixiy bino emas. Yerga mana bu qo'shimchalari keyin bo'ldi mustaqillikdan keyin. Lekin oldindan bu shu qurilgan vaqti madaniyat uyi bo'ldi, boshqa bo'ldi, har xil korxonalar bo'ldi shu. Yo'lni kengaytirish kerak, yo'l hammaga kerak. Mana bu tirbandlik uchun endi buzilsa obodonlashtirish mana bu yaxshi bo'ladi. Xalqimizga manfaatli bo'ladi albatta. Tirbandlikni oldini oladi va mana shu yerda juda yaxshi maksimal foydalanadi. Qolib ketsangiz, mashina bilan kelgan vaqtlarimiz 1,5-2 soatgacha to'xtab qolgan joylarimiz bor. Bu bino 1992-yil may oylariga boshlangan, shu sentyabr oylariga shu qurib bitkazilgan. Shundan keyin bu 1-2 namoz o'qildi, shu bilan tashlandi, holatga xarob holatga qolib ketdi. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki probka bo'lib ketadi, men parkizdan o'tish qiyin edi. Kattalashadi, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Tarixiy obida deb atalayotgan, ko'pchilik muhokamasiga sabab bo'layotgan joyga kelganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda mana asosan mana shunaqa tirbandlik hosil bo'lganligi sababli Urgut tuman hokimligi asosida mana shu yerda keng islohotli ishlar olib borilmoqda va xalqqa yaxshi bo'lsin degan maqsadda mana shu yerda avtoturargoh sifatida topshirishadi. O'sha binomiz endi obidaga taalluqli emas. Shu yerda mana endi hozirgi pillarga xalqimiz ko'p davlatimiz o'sha obida emas, shuni boshilab qo'yayotgan mana joy qilishni so'raymiz. Obod qilsin, hozirgi vaqtda shunaqa joylarda obod qilib, shu mashinalarga berishni so'rayman. Sizning fikringiz qanaqa? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.